Radio boshlovchi Bekzod G'ofurov. Xonanda Shohrux Mirzo G'aniyev. Tor doirada, tor va doira. Aziz radio tinglovchilar, assalomu alaykum. Bizni tinglayotganlar va bizni ko'rayotganlarga yana bir karra alangali salomlarimiz. Oqshom xayrli bo'lsin barchaga. Barcha Ruxsor FM radiosi muxlislari, Tor doira yana efirda. Negadir fevral oyida biz juda ham jo'shqinmiz. Mehmonlarimiz soni o'ta ko'p. Aynan bugungi son ham biz o'zimiz kutmagan holatda, lekin juda ham dilkash bo'ladi deb o'ylaymiz. Sababi efir ortida bu efirga chiqqunga qadar mehmonimizdan biz juda ham chiroyli qo'shiqni eshitdik va aynan shu qo'shiqni biz albatta so'raymiz. Albatta, dastur davomida Shinavandalarimiz ko'p, Tor doira muxlislari ko'p. Aynan bizni eshitib turgan barcha muxlislarga alangali salom va mehmonimiz bilan albatta tanishishni boshlaymiz. Albatta, ushbu bugungi dasturimizni mehmoni juda ko'plab kinolarda, endi salbiy rollarni ijro etish bilan birgalikda xalqimiz ko'nglidan joy olgan, nima sababdan joy olgan? Talant bor, mahorat bor. Shu ekranda salbiy rol o'ynaydigan aktyorlar O'zbekistonda bilsiz kam. Bizda juda ham klassik aktyorlar ko'p, lekin salbiy rol o'ynaydigan aktyorlar kam. Aynan ana shu sanoqli salbiy rol o'ynaydigan kerak bo'lsa, demak, aktyorimiz, xudo xohlasa, mehmonimizni tezroq tanishtiraylik. Albatta, Mansur Mirzo ustozimiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Endi sizni ham bir vaqtning o'zida ham aktyor, ham xonanda sifatida ko'rish bizga ham qiziq, zavqli tuyulmoqda-da. Ham juda ham to'g'risi qiziq, sababi kecha kelishlarini eshitib aynan ijtimoiy tarmoqdan juda ham tezroq qidirishni boshladim, ma'lumot izlashni boshladim va ma'lumot yig'ishni o'rniga kuzatuv jarayonida ertaga qana bo'larkan, ertaga nima qilarkan biz dedim, lekin aynan mana shu zavqda o'tiribman. Albatta, ustoz xush kelibsiz. Mansur aka, albatta Tor doira muxlislarni asta-sekin yig'ib borish jarayonidamiz. Bizni ko'rsatuvimiz ham hali yosh, ayniqsa biz qo'limizdan kelgancha bu yerga mehmon sifatida juda ham yurtimizni taniqli, e'tirof etilgan xonanda, aktyor, sozanda do'stlarimizni, ustozlarimizni albatta ko'plarini tashrif buyurishlarini ko'rdik va aynan siz bilan bugun bizni birdaniga ham aktyor, ham xonanda bizni mehmonimiz bo'lmagan. Biz balkim xudo xohlasa bir ajoyib bir nima deydi, live hacklar deydi, zamonaviy tilda bir qanaqadir bir esdalik, bir master klasslar ham olib qolish xudo xohlasa niyatimiz bor albatta. Ustoz xush kelibsiz. Rahmat. Avvalambor biz birinchi savolimiz hech kimga bermaganmiz. Biz o'zi an'anaviy qayerda tug'ilgansiz, ustozingiz kim degan savollarni bermas edik. Lekin bugun beramiz. Sababi ustoz, o'zingiz asli qayerdansiz va bu san'at yo'li qonda bormi, yoshlikdanmi yo keyinchalik paydo bo'ldimi? Iltimos shu bahona biz ham tanishib olamiz. Qisqacha avtobiografiya haqida. Xo'p bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli aziz teletomoshabin do'stlarim, meni muxlislarim bo'lsa kerak. Albatta. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men juda xursand bo'ldim. Ruxsorga tashrif buyurib. Rahmat, salomat bo'linglar. Men asli Qo'qon shahridanman. Qo'qon shahrida oddiy kosib oilasida dunyoga kelganman. Dadamiz rahmatli, Alloh rahmat qilsin, Usta G'ulomjon deyishardi. Juda ham hurmatga sazovor, pokiza inson, bitta so'zlik, yolg'on gapni yoqtirmaydigan, juda ham to'g'ri so'z, mard inson bo'lganlar. Bu haqida Qo'qon ahli juda ham yaxshi bilishadi. Eski o'tgan ustozlarimiz, hozirgi mana hayot bo'lgan insonlar hammasi bilishadi. Shu zotni biz farzandlarimiz, Usta G'ulomjonni. Dadam rahmatli o'sha vaqtida yoshligimizdan biz muzika eshitib katta bo'lganmiz. Alloh rahmat qilsin, ustoz Komiljon Altaniyozov qo'shiqlari, Bobomurod Hamdamov, Ortiq Otajonovlarning qo'shiqlarini, Sherali Jo'rayevlarning qo'shiqlari juda maroq bilan eshitib, muzikasiz bizni har kunimiz o'tmasdi. Albatta muzika bilan o'tardi. Bizning oilamizda san'atkor yo'q. Men juda ham qiziqdim shu sohaga. Keyin 86-yili maktabni bitirib, armiyaga borib kelib, keyin bordim. Teatr va rassomchilik san'at oliygohiga bordim.
biz vaqtda endi teatralniy institut deyilardi, hozir endi san'at oliygohi deyiladi. Shu yerga borib keyin musiqali drama aktyorligi fakultetiga meni darrov olishdi. Sababi nima endi bu ko'rinish tipaj bormi yo bir Sabab tipaj endi o'sha vaqtda ko'rinishim shunaqa edi, sal yoshroq edim u paytda. Xullas men birinchi kirishim drama kinoga kirganman. Arsen Fayzullayev degan sahna harakatidan dars beradigan Zaf kapitaramiz bo'lardi, Alloh rahmat qilsin, zo'r inson edilar. O'sha vaqtda Arsen Fayzullayev bilan birinchi marotaba tanishganman. Tanishishim qanaqa bo'lgan bilasizlar? Men kirib bordim, kostyum shimdaman, yoshman endi, qayniyman. Prichoskalarni qilib, shunaqa qilib, assalomu alaykum domlasam, domlamda o'tirdilarda, dedi. San dedi, qayerdansan dedi. Rahmatli. Men Qo'qon shahridanman, domlasam, aktyor bo'lmoqchilarmi dedi menga. Gapni yoqmadi dedi menga. Keyin men darrov aktyor bo'lmoqchiman dedim men. Qo'polroq. Menga qara dedilar, san dedi, sandan aktyor chiqmaydi dedilar. Yo narxozga, yo bo'lmasam nimaga? Serxozga bordilar. Yurfakka topshirgan dedilar. Sandan zo'r yurist chiqadi. Domla dedim. Men shu institutga kiraman deb keldim, men kiraman shu institutga dedim. Yo, men seni dokumentingni qabul qilmayman dedilar-da. Jahl qilib shundoq tashqariga chiqdim. Shundoq chiqsam, rahmatli Muhammadjon Uzoqov, Alisher Uzoqov dadalari. Alloh rahmat qilsin, zo'r inson edilar. Meni bilardilar-da eskitdan. Hofiz dedilar, siz bu yoqda nima qilib yuribsiz dedilar. Endi kinoda o'ynagim kelib shu fakultetga kirmoqchi edim, domlasi, bu yoqqa yuring dedilar. Agar hozir muzramaga kirsangiz dedilar, musiqali drama aktyorligiga fakultetiga men dokument topshirasiz dedilar. Siz bunda ham qo'shiq aytasiz, ham rol o'ynaysiz dedilar-da. Xo'p bo'ladi ustoz dedimda, kirdik. Xullas qo'limga torda olib bitta qo'shiq aytib bering dedilar. Qo'limga torda olsam, torsal sozi baland ekan. Keyin ansambl o'tiribdi endi. O'zimiz cho'p beradilar, aytavering dedilar. Midan ushoqda cho'p bering dedim, qora ko'zimda dedim. Keyin cho'p berdilar. Aytdim, qara ko'zim kelumardim, qara ko'zim kelumardim. Legimdi falqilgildan radadan ketuvdi. Keyin Sason Binyaminov, esir xalq artisti. Judayam katta mahoratlik opera qo'shiqchisi Sason Binyaminov bizni Zaf kapitaramiz edilar o'sha vaqtda. Yevrey. Shundan o'rnidan turdilarda, stop dedilar. Fortepinoga, raspevkaga chaqirdilar. Do re mi fa sol la si do, qani boshlagin dedilar. Do re mi fa. Men raspevka qildim. Xullas ikkinchi oktava bo'ldi. Endi kontraktavaga olib chiqishdi pastda. Do re mi fa sol la si do. Dals ketdi. Bundoq qaradilarda, mana bas bariton kerak edi bizga. Mana kelibdi dedilar. Sen o'tding dedilar. Dokument topshir dedilar. Domla zo'r bo'ldi dedim. Topshirib yubordim dokumentni. Birinchi turga kirdim. Birinchi turda ham sen o'tding dedilar. She'r, monolog, hamma narsani qilib berdim yaxshilab. Birinchi turdan o'tdim. 50 tam 60 tam odam bitta fakultetga 15 talikka topshirishgan, xullas. Eng udashnisi men o'tganman, zo'ri. Sen o'tding dedilar-da. Endi men yuribman ertaga yana ikkinchi turga kiraman deb. Hamma bechoraligi men bilan borgan abituriyentlar nimaga qarab yotibdi spiskaga. Men o'tdimmikin, o'tmadimmikin deb. Men qaraganim ham yo'q. Domlarim aytganda, men bilan borib pastga haligi sharsharaga tushib, lag'mon deb, maza qilib kelib, damda olib ertasi kuni yana nimaga kirdim keyin? Ikkinchi turga. Ikkita tur bo'lardi-da. Aka, Mansur keldim, уже haligilar meni o'zini o'g'lidek qilib oldi-da, men ularga kerak ekanman-da. Shuna qilib surazi keyin Omon Abdurazzoqov rahmatli domlam da o'tirdilar. Dublyaj qiroli Omon Abdurazzoqov, Hamza Umarov,
G'ani Azamov, xullas Omon akam bundoq qaradilarda, "O qo'qonligiga" dedilar. "Assalomu alaykum domlar" dedim. Hech kim meni Mansur demasdi. Qo'qonligi, "O qo'qonligi" dedilar. Erkalatibdi. "O qo'qonligi" dedilar. "Domla assalomu alaykum" desam, "Manda o'qiysan" dedilar. "Xo'p bo'ladi domla" dedim. "Eng zo'r domla Omon Abdurazzoqov, eng zo'r vokalist Sason Binyaminov." Bunaqa odamlar endi bilmadim. 100 yilda bir tug'iladi bunaqa insonlar. Ha. Keyin shunaqa qilib Omon Abdurazzoqovning kurslariga kirib o'tdi, juda ham muvaffaqiyatli. Omon Abdurazzoqov ustoz Sherali Jo'rayevni ustozlari bo'ladi. Ana. Ustoz ham xuddi mana shu kursda shu domlarning qo'llarida tahsil olganlar. Keyin sharaga keldilar ustoz. Keldilarda domlarning oldiga kelib biz dars o'tib turdik, kirdilar. "Assalomu alaykum ustoz." "Kesh yer" dedilar. "O'tir" dedilar. Omon aka. Keyin gap mana shu Sherali Jo'rayev, O'zbekiston xalq artisti. Xuddi sizlarga o'xshab, mana sanga o'xshab yaqinda o'tirardi mana shu yerda. Mana hozir xalq artisti bo'lyapti. Xullas ustoz Sherali Jo'rayevni ustozlarida tahsil olganmiz, ustozimiz bir. Juda ham haligi tarixiy onlarga guvoh ham bo'lgan ekan, sen bevosita qatnashgan ekansiz. Yo'q, hozir men erta eshitgan Mansur gapirib beryaptilar, ko'zlaridagi zavqni ko'rdim. Ozgina ana shu xayolga berildilar, bari esladilar albatta. Biz endi ozgina ma'lumotga ega bo'ldik. Albatta. Juda ham xursand bo'ldik. Endi mana o'qibsiz, o'sha paytda faqat dramalarda qatnashib yurganmisiz, spektakllarda yoki dramatik, yo musiqali drama. Musiqali drama. Bu deganiki, mana misol uchun men Muqimiy teatrda ishladim keyin. Muqimiy teatrdan keyin Navoiy opera baletda ishlasam ham bo'ladi. Demakki, menda diplomim ham bor, ovozim ham bor, bo'yim ham bor. Xullas shunaqa qilib keyin O'zbeknavoga o'tdim. Teatrdan menga vaqt to'g'ri kelmadi to'g'risi. Lekin ertalab vohli borib soat 10 dan obedgacha 2-3 gacha repetitsiya bo'ladi. Kechqurun yana 1-2 soat dam olasiz, keyin u yog'i spektakl boshlanadi. Endi do'stlar xafa bo'lishni boshlashdi. Unisi chaqiradi, bunisi chaqiradi xizmatga. O'rtoq to'y qilaman keyin deb. Men borgan vaqtim bo'lmay, xullas faqat teatr bilan bo'lib qoldim. Keyin majbur bo'ldim O'zbeknavoga o'tishga. O'zbeknavoda faoliyat yuritib, mana hozir данный moment o'zbek kinodaman. U musiqaga o'qimagansiz o'zi? Yo'q, musiqaga faqat o'zi misol o'sha paytda hozirga o'sha payt teatralniy institut deyilgan bo'lsa, hozir san'at institutida albatta qanaqa yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar baribir ana shu xonandalik bo'lsa, nima deydi, xonanda ovozini qo'yadi, mahoratingizga. Yo, menga hozir o'rnatish, boshqa menga qiziq tuyulganiki, mana hozir o qo'qonlik bo'ladi dedingiz birinchi. 2 yildan oldin, hofiz deb aytishardi dedingiz-ku. U sohaga kirishdan oldin, demak musiqa bilan shug'ullangansiz. Torda chalishni qayerdan o'rgangansiz? Kimdan o'rgangansiz? Tor chalishni o'zim o'rganganman. Menga hech kim o'rgatmagan tor chalishni. Qiziqish bo'lganda. Qiziqish bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Albatta u paytda hamma ustozlar qo'llarida ayniqsa mana shu tor sozi bo'lgan. Mansur akam ham ayniqsa ustozlarga havasda baribir xohlab o'tgan safar ham qaysidir mehmonimiz 3 oyda o'rganganman dedilar-ku. Xohishdan-da. Tor doira, bu tor doira. Birinchi mana endi avtobiografiyangizni bildik. Juda ham zo'r onlarni o'tkazgan ekansiz, guvohi bo'ldik. Endi o'zimiz savollarga o'tishni boshlaymiz, xudo xolasa ustoz. Birinchi kinoingiz qaysi kino bo'lgan? Birinchi shu menga nima uchun qiziq bu savolning javobi. Inson birinchi marta o'zi orzu qilgan yo'nalishga kirib, mana kinoga qiziqqanman deyapsiz. Rol berilgandagi hayajon, uddalay olamanmi yoki yo'qmi? Bu yerdagi qanaqa holatda bo'lar ekan degan bir ichki tuyg'ular o'tadi-yu. Shu holat qiziq. Birinchi sizga taklif qilingan kino, undagi rolingiz haqida. 2014-yili Rizqboy Mirzarahimov degan, Alloh rahmat qilsin, bitta serialda mana shunda o'ynab bergan edi. Bosh rolda o'ynaysan, o'rtoq dedi. Kinoda ko'raylik seni ham dedi. Endi meni vaqtim bo'lmasdi-da,
xizmatlar ko'p, boradigan joyim ko'p. Bugun Qozog'istonda bo'lsam, ertaga Tojikistondaman. Endi O'zbekistondaman, Rossiyaga ham ketib qolaverardim-da, ko'p chaqirishardi meni. Menga Rossiya shansonlarini ham aytaman-da men. Italyanskiy tam zarubejniy estradani ham aytaman. Ular chegara yo'q. Yo'q, chegara yo'q. Sochim bundoq kirsam, shu yerda inostrallar o'tirgan bo'lsa, uni ichini topaman. ha, bular bob ashula aytaman. Bu yoqda ruslar o'tirgan bo'lsa, bular bob, o'zbeklar o'tirgan bo'lsa, o'zbeklar bob, tor bilan bo'lsa, tor bilan, ansambl bilan bo'lsa, ansambl bilan. Xullas farqi yo'q. Asosiysi ko'ngil olib ketaveram kelgan joyga deng. Da, keyin Rixsoyim do'stim shunaqa o'rtoq o'ynab ber degandan keyin mayli dedim. O'ynadim. Oila sha'ni degan 5 seriyali serial olingan 2014-yili. Bu bor bu. YouTube'da bor. Internetda bor. Oila sha'ni. Birinchi o'ynagan rolim shu bo'lgan. Ha. Birinchi o'ynagan rolim shu bo'ldi-da. Keyin yana o'zim ishlarim bilan yuraverdim xullas. Keyin 2018-yili Ozod Shams rejissyorimiz bor, juda ham taniqli, mahoratli, haqiqiy rejissyor edi. Menga telefon qildi. Assalomu alaykum Mansur aka. Va alaykum assalom dedim. Mansur aka, men Ozod Shamsman, kino rejissyor dedi. Juda yaxshi Ozodjon dedim. Xizmat ukamsan. Mansur aka dedi, Sniper degan kino olib turdim dedi. O'shanga bir probaga kelib keting aka dedi. Men dedi, sizni danlizni dedi, nimadan oldim? Kino studiyada bor ekan dedi. Kartotekada dedi. Topdim dedi. Mayli dedim, bordim, ofisiga bordim, borsam xullas o'tirishibdi. Prodyuser o'tiribdi Ruslan Mirzayev, Ozod Shams o'tiribdi, tam 5-6 ta nimalar o'tirishibdi. Xullas sponsorlar, boshqalar. Endi meni kuzatishyapti. Xullas meni kuzatishyapti-da, har xil savollar berishdi. Men shunda qarab turib, ko'ziga qarab hammasiga javob berdim. Javob berdim. Qisqa mazmunli javob berdim. Bo'ldi, aka deyishdi, gap yo'q deyishdi. Endi men ozgina sport bilan ham shug'ullanganman. Aka dedi, sport tomonlama ham bor ekan, dedi, bor dedim. Biror narsa ko'rsatib berasizmi bizga dedi. Unda qarasam hammasi nozik bolalar, endi hali qo'lim sal tegib qolsa mayib qo'ymaydi dedim-da. Unda qarasam taskrib kelib qoldi. Dedim, sen bu yoqqa kelgan ekandim, qaysi sport turi bilan shug'ullangansan desam, kickboks bilan dedi. Yaxshi dedim. Daning yaxshi ekansan dedi. Ha, aka bu ham rolda o'ynaydi dedi. Hali bankka kirishadi-yu nimaga? Soch uzun, zarro'y bola bo'ladi, o'sha bola. Yaxshi dedim, sen bilan bitta narsa ko'rsatamiz hozir dedim. Qo'lingni masjidga qo'yib turib bo'ldi dedim. Mana masjidga dedim. Keyin qo'yib turadi. Qana qilib oyoq borib kelganini haligilar ko'rmay qoldi. Hali bola shunday qo'yib turgan, dedi-da. Oyoq o'tib ketganini bilmay qoldi. Voy Mansur aka bo'ldi. Aka qarsiylar bo'ldi-da. Aka bo'ldi, olamiz dedi. Ssenariyni bir ko'ring aka dedi. Mana shu holatni qilib bering bizga dedi. O'zimda o'qtirib, o'zim o'sha holatga kirib bo'ldim. Ozod Shams o'tiribdi-da. O'qidimda, unda qaradimda. Qanaqa holatga kirish kerak dedi. Shuna qarab turib o'zim. Jinni bo'layapti, bor. O'sha men kirib ketdim o'sha holatga. Kirdimda, qanaqa holatga kirish kerak dedi. Sen qanaqa bo'lasan o'zi-san? Sen o'zi haligi bechora g'alati bo'lib ketdi-da. Xullas shunaqa qilib qarsiylar bo'ldi. Ya aka dedi, men endi tushundim buni dedi. Sen tushunishingga sal bor ekan dedim. Aka dedim, gap yo'q, молодцы dedim, zo'r dedim. Xullas hamkorlikda, birgalikda Sniperni oldik. Juda ham ajoyib bir hozir nima jarayon esimga tushib ketib qoldi-da. Bizga ham qiziq, bizga ham qiziq. Sniper olinayotgan vaqtida mana to'g'rimda mana stolning narigi tomonida Ulug'bek Qodirov o'tiribdi-da. Endi men bosh terrorchi, turetskiy terroristlarni boshini o'ynaganman. O'tda keyin ana bu Ulug'bek Qodirov bu mina qiladigan bo'ladi-da, bomba qilib beradigan spetsialist bo'ladi. Men uni spetsalni O'zbekistonga bomba olib kira olmaslik, olib kirishda iloji bo'lmaganligi uchun men O'zbekistonda terror qilish maqsadida Ulug'bekni topib, podvolga olib tushib
shu narsani men amalga oshirmoqchiman. Syujet shunaqa bo'lishi kerak. Shu syujet shunaqada. Ulug'bek ataman menga qara deyman. O'zbekiston chegarasi juda ham mustahkam ekan deymanda. Biz bomba olib kira olmadik deyman. Menga xullas 15 ta bomba qilib berasan deyman. U bosh tortadi. Bosh tortgandan keyin qiynashni boshlayman. Odamlarim sirasi urushadi, tepishadi. Oxiriga meni gapim bo'ladi. Bu bir marta emas, 2-3 marta shu ish qilinadi. Baribir ham biz bo'ysundira olmaymiz-da o'zimizga. Unamaydi u. Yo'q, unamaydi. Men bu yo'ldan chiqqanman deydi. Qarimda qarayman-da. Mana qara deyman. Meni gapimga kirsang kir deyman. Kirmasang yangi uylangan bo'ladi-da. Xotincha deyman. Ko'zini oldida qiynab tashlayman. Risk ko'zi ochiladi ekan. Faqat shuni qilmaylar. Qilaman deyman shu. Shu ujrali uni orasidagi bir ikkita so'zlar bor. Mana shu so'zni gapirib rejissyor, operatorlar shuni aylanib yurishdi. 3 tadan kamera xullas. Ana shu holatni olish bilan jarayon. Hamma holatni olishga ular ham qiziqib qolyapti. O'zi zainteresovan bo'lishdi. Bitta kameraga qarab ta gapirilmaydi-da. Misol uchun men gaplashyapman yonimdan, oldimdan, orqamdan, bu yonimdan, u yonimdan. Kameralar o'zi olyotibdi. Men buni sezgan holda gaplashyapman. Ular ham bir-birimizni sezishyapmiz-da. Nima? Ozodshamiz. Всё, снято, rahmat. Qarshi choluvdi. Ulug'bek mashina qarab turibdi. Qolib ketgan. Keyin nima qildim men? Ulug'bek dedim, sen shundoq qotib qolgan. Achniysiz ham bundoq qarab. Azizlar, men hozir bu jarayonda aytib beraman. Sababi hozir Mansur akam aynan Ulug'bek Qodirov aktyorimizga gapirib turgan gaplarni menga qarab gapirurlar. Asli men ham xuddi shunaqa bo'lib qoldim o'zi. Ana shunga yozib qo'limni mana bunaqasiga 5 tajab. Rostdan ham olma, lekin hep keyin Ulug'bek aytdi, Mansur aka ko'z bilan yomon o'rgizib ekan. Tor doira bu, tor doira. G'ulom aka doim hamrohlar. Bugun doira sozida hamrohlar, G'ulom akam birgalashib haligi nima deydi? Hamroh baribir mana shu hozir sozda eshitamiz, hamrohlikni bundan oldin ham eshitgan edik. Juda ham bir-birlariga mos va xudo xohlasa boshladik, ketdik. Ustozimiz Sherali Jo'rayevni qo'shiqlardan birini ijro qilib beramiz. Bu qo'shiq hammamiz yuragimizdan, qalbimizdan joy olgan qo'shiq. Allah ustoz ruhlarini shod qilsin. Umringiz olsin. Ishonishib qishning iliq kuniga ba'zi bir daraxtlar kurtak yozibdi. Ayyor qish o'ranib bahor tuniga soddalar ostiga chuqur qazibdi. Bardoshni yo'qotmay kutinglar bir pas. Bahor ham keladi, bahor aldamas. Bahor ham keladi, bahor aldamas. Odam qoqilar, yo'ldan adashar, xatoga yo'l qo'yar, xom sut yemganda. Ba'zilar
vabodik unga qarashar go'yo qabr tuzatar uni degandek siz uning qalbini tinglang bir nafas qadami adashsa qalbi aldamas yaxshi ham yomon ham qolmas betobut dunyoda hech kimsa qolmag'ay mangu tuproqqa qo'yilgach kim bo'lsa unut hayotning qahriga uchragani bu ey ko'nglim bunchalar kuyulmagil bas elga boq el ko'zgu xalqing aldamas ishonishib qishning iliq kuniga ba'zi bir daraxtlar kurta yozib Tor doira bu tor doira. Yaxshi qo'shiq ekan, so'zlariga quloq solib bir xulosa chiqaradigan qo'shiq ekan. Endi qo'shiq zo'r. Kino sohasiga yana qaytamiz. Ustoz, endi savollarimiz Bekzodjon rosa kinoga qiziqadi. Endi qo'shiqni endi juda ko'p qiziqaman. Bu bola kinoga qiziqadi. Shu men shular so'raveraman va kinodan savol beraveraman. Chiqamiz. Xudo xolasa. Savolim shundan iboratki, seriallarda ko'rmaganmisiz? Deyarli emas, umuman ko'rmaganmiz, a? Ana hozirgi chiqayotgan seriallar bor-ku, masalan, oila mavzusi deylik boshqa. Nimaga taklif yo'qmi yoki o'zingiz uchun xohlamaysizmi? Nima deysiz bu seriallarda o'zi? Yaqinda mas bu savolda menga oddiy o'zimiz fuqarolarimiz ham juda ko'p berishadi. Shu xizmatlarga borganimizda nima sababdan o'ynamaysiz? Nima sababdan saviyasi past seriallarimiz deyishadi-da. To'g'risi menga ssenariy yoqsa o'ynayman. Ssenariy yoqsa bu. Ssenariy yoqsa, yo'q, ssenariy yoqsa emas, ssenariy yoqsa, rejissyor umumiy professional zo'r bo'lsa, umumiy ana shu proyektga qaraysiz, umumiy proyektga. U yerda o'ynayotgan aktyorlarga men qarayman. Nimagaki serialda kinoni saviyasini tushiradigan narsa bu havaskor aktyor demaymiz shu. Havaskorlar. Qo'shtirnoqchilik, konfet deyveraylik. Uni konfet-da. Ular konfetlar. Men konfetlar bilan umuman o'ynamayman, o'ynagim ham kelmaydi, to'g'risi. Oldin men mana misol uchun siz rejissyorsiz meni chaqirdingizda men bordim. Ssenariy yoqdi-da bordim. Syomочный plashadkaga borib shundan kuzataman.
agar u yerda konfetlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, Allohu akbar deyman, chiqib ketaman. Qancha pul berishdan qat'iy nazar. Ha, demak, gonorar sizni qiziqtirmaydi, faqat o'sha yerdagi Gonorar meni qiziqtiradi. Misol uchun 10 barobar beraman, yoki o'ynab bering desam ham men o'ynamayman. Demak, baribir qaysidir joyda Yo'q, endi konfetlar bo'lsa demoqchiman. Qaysidir joyda baribir prinsip rol o'ynaydi. Qaysidir joyda baribir, to'g'rimi? O'zingizga yarasha prinsip bor baribir. O'zingizga yarasha kriteriyalar bor, sizga o'zingizga ma'qul keladigan va sizni g'ashingizga kerak bo'lsa tegadigan. Chunki u rolni oxirigacha chiroyli qilib ijro etish uchun ana shu partnyorlar, komanda, umuman truppa chiroyli bo'lishi kerak. Siz to'g'ri, ana shunda keyin odam chin dildan o'ylanmasdan ijro etadi. Ammo keyin bitta gap, endi siz savol berasiz, bir narsa gap. Bemalol. Bizda endi hozir seriallarda ko'proq endi akamdagi vajohat bilan ancha-muncha hozir mana boylarda o'ynashyapti, mana qanaqadir mafiyalarda o'ynashyapti. Agar lekin siz yomon qilasiz, Mansur aka, javob. Javob mana shu ekranga men to'g'risi maza qildim-da. Endi mana ko'pchilik rejissyorlar chaqira olmaydi. Ko'pchilik rejissyorlar chaqira olmaydi. Lekin men xarakterim ham sal og'irroq deyman. Sizlar bilan yaxshi gaplashib o'tiribman hozir, lekin o'zim soham bo'yicha men qattiqroq gapirib yuborishim mumkin. Noto'g'ri gap gapirib qo'ysa, yoki noto'g'ri harakat qilib qo'ysa, rejissyorlar misol uchun o'sha truppadagilar ko'pchilik endi haligi nima deydi, konfet deganimizda bu hali puli bor, kinoga chiqaman deydi, boradi rejissyor sotib oladi. O rejissyor emas u. U самом деле haqiqiy rejissyor hozirgi mana 100 ta rejissyor bo'ladigan bo'lsa, 100 tadan 96 tasi rejissyor emas ular. 100 tadan 4 tasi haqiqiy o'qigan, haqiqiy ijodkorlar. Biz ijodkorlarni rejissyor deymiz. Mana qangi kinoning orqasidan haligi o'ynovchi nimalar havaskorlardan pul olib o'shani hisobiga yashamaydi haqiqiy ijodkor. Haqiqiy ijodkor ijod qiladi-da, zo'r kinoni chiqazib qo'yib chet elga sotadi. Million, milliardlarga sotadi kerak bo'lsa. Bular shu ishni qilolmaydi-da. Bular oddiy xalqda alda, misol uchun Eshmat, sen o'ynaysanmi? Ha, puling bor ekan. O'ynaysanmi degan? Falonchi bersang o'ynatadi. Mana tashlaydi degan. Eshmatda o'ynagan kinosini kim ko'radi? O'ziga o'xshagan Toshmatda ko'radi. Tor doira bu, tor doira. Misol uchun savol emas, bir fikrimda endi kino olinyapti deylik, bir yaxshi yosh bo'lsa ham rejissyor uni misol shu operator tushunyapti, shu rassom tushunyapti yoki yana uning sheriklari tushunyapti, bu yaxshi. Lekin prodyuser yoki kimdir majburligida ana shu hozir Mansur akam aytmoqchi, aktyorlar konfetga aylanib, pulli aktyorlar kelib, haqiqiy bir rol o'ynaydigan aktyorlar kam bo'lib, haligi rejissyorni ham yaxshi bo'lib yetishadigan rejissyorni ham ishi pasaygan sari umidi so'nib yo'qolib ketganlar ham bor-da endi. Ijod qilmaydi-da nima? Endi to'g'ri, ma'lumot eshitavergandan keyin albatta yo'qolib ketadi. Endi hozir siz o'zingiz kuzatayotgan deylik, oddiy mana Instagram deylik, hozir mana o'zingizning Instagram profilingiz bormi, Mansur aka? Bor. Umuman ijtimoiy tarmoqqa qanaqa qaraysiz? Mana ijtimoiy tarmoq o'zingiz misol deydi, postlaringiz joylab borasizmi? Mana misol hozir oxirgi 2-3 yil ichida bu Instagram, umuman ijtimoiy tarmoq deyarli ko'pni qo'liga yetib bordi. O'zingiz faolmisiz yo ozgina? Yo'q, men misol uchun Facebookda ham o'zimning nima profilim bor. Instagramda ham bor. YouTube'da ham bor. Nomi Mansur Mirzo desanglar chiqaveradi. Mansur Mirzo desa chiqaveradi. Endi muxlislaringiz uchun aytib qo'yaylik demoqchimiz. Tinglayotgan aziz muxlislar, Instagram profili orqali bizni mehmonimiz, aktyor, xonanda ustozimiz Mansur Mirzo profili orqali mana shu hozirgi suhbat paytida bemalol ko'rib ma'lumot olishingiz mumkin. Sababi, bu savolni berib turganimiz sababi, endi demoqchi bo'lganim, kuzatishlaringiz doirasida, kuzatishlaringiz paytida bironta hozirgi yoshlarni kichkina 1 minutlik bo'lsa ham, lekin qoyil yaxshi ishlabdi-yu, shuni boshqa joyda qilsa bo'lar deydigan hozirgi yoshlar, ijodkorlar bormi? Agar nomi bo'lmasa ham nimasidir esda qolganmi sizda? Shuni savolim bor. Ijtimoiy tarmoqda, ha. To'g'risini aytaymi, ijtimoiy tarmoqqa men faqat o'zimni shu ijodimni joylayman.
lekin hech Kuzatuv kamroq. ijtimoiy tarmoqdan men pul ishlamayman. O'zingiz. Faqat o'zim uchun, nimam uchun? Muxlislaringiz uchun. Muxlislarim uchun juda ham ko'p muxlislarim. Menda bor narsani sekin-sekin qo'yaman, har kuni kunora qo'yib turaman. Buni mana muxlislarim juda yaxshi bilishadi, juda hurmat qilishadi, kutishadi. Kino sohasida Aha. siz fikringizni bilmoqchimanki, nimalarga amal qilsak yoki nimalarni qo'llasak, mana shu kinolarimiz jahon kinolariga o'xshab bir yuzaga chiqadi, butun dunyo ko'radi. Nima uchun o'zi kinoyimiz jar yoqasiga kelib qoldi degan savollar bor-da baribir. Albatta. Mana shu mavzuni menga oddiy xalq ham beradi-da. Lekin oddiy xalqqa men nimani tushuntiraman endi? Lekin juda ham ta'sirli savol berdingiz. Mana shu narsa meni juda ham haligacha qiynaydi. Nima sababdan oldingi biz ijodkorlarimiz yo'q. Rejissyorlarimiz yo'q, aktyorlarimiz. Nimaga oldin bu albatta hozir ta'sirli savol bo'ldi. Og'riqli nuqta desak ham bo'ladi albatta. Misol bitta kino uchun agar misol mutaxassis sifatida baribir mana bir rejissyordan boshlab rejissyor kerak, zo'r mahoratli operator kerak, zo'r mahoratli rassom kerak, zo'r mahoratli kostyumerlar, umuman qarovchilar baribir juda ham kerakli darajadagi rekvizit. Oho, misolda endi bormi shu narsa? Misol agar qilish kerak bo'lsa. Afsuski hozir bizda shu narsa faqat o'zbek kinoda bor xolos. Sababiki hozir shaxsiy kinostudiyalar ochilib ketdi. Hamma o'z-o'zicha kinolar, seriallar olyapti. Pul bo'lsa bo'ldi, pul tikishadi. Haligi aytganimdek Eshmat Toshmatni o'ynatishadi-da, keyin uni zangor ekran orqali ko'rsatishadi. San'atkorlar emas, sanoatkorlar. San'atkorlar emas, sanoatkorlar. O sanoatkorlarni kim ko'radi? Albatta men ko'rmayman. Siz ko'rmaysiz. Xalq ham ko'rmaydi. Xalqda o'sha joniga tegib ketdi bular borib. Mavzu bitta, oila, qaynona kelin, qaynona qaynota, xullas oilaviy. Bundan chetga chiqisha olmaydi, nimagaki dunyo qarashi yo'q bularga. Qancha bo'ldi desam bo'ladi? Bir 6 oy, 7 oy naryoqda ham ko'rganman sizni shu telekanal binosining tashqarisida. Ustozim Nuriddin Asqar bilan gaplashib turganingizni ko'rgan edim-da. Men demak bitta qarashimda hozir mana sun'iy intellekt degan narsa bor. Amir Temurni yaratishganda hozirgi qiyofasini, bugungi kundagi ko'rinishi. Xo'p. Sizni men o'xshatganman-da shu insonni ko'rinishiga, qanaqadir bunday tosh kiygandek bir kimxob anaqalarni kiygizib qo'yib tasavvur qilganman demoqchiman. Masalan, men tarixiy kinolarda rol ijro etish yoki masalan o'sha Amir Temur bobomizmi yoki Bobur Mirzo bobomimiz ish qilib shu daho insonlarni siymosini yaratish niyati o'zi sizda bor bo'lganmi yoki siz unga qanaqa qaraysiz? O'zi rol bersa qanday mahorat bilan ijro eta olasiz ularni? Yaqinda Alloh rahmat qilsin, o'tgan yili ustozimiz Sherali Jo'rayev vafot etganlarida janozalariga bordim-da, ertalab sahar bordim. Borib shu yerda endi kayfiyatim yo'q, ichkariga kirib chiqdim, tashqarida yurdim. Ahror Usmonov chaqirib qoldi. Mansur aka dedi, "Aka 1 minutga bu yoqqa qarang" dedi. Borsam Nurali Qobil o'tirgan ekanlar yonlarida. Ahrorjonda. Nurali Qobil o'rinlaridan turib so'rashdilar-da. Unda ko'zimga qarab turibdilar, tikilib. Mansur aka, sizda Ahror Usmonov aytayapti. Sizda akamiz Amir Temur bobomizning siymolarini ko'ribdilar. Ko'rdingmi, bejizga gapirmadim-da, bor-da sizda. Keyin yaxshi dedim, salomat bo'linglar dedim, rahmat dedim. 99 kiyman bu narsani qiziqib undan oldin mana shu holatdan oldingi holat O'zbek kinoga chaqirishdi meni. Endi otini aytmayman, ularda to'g'risi aytganman kelmaydi.
Siz nima dedi, faqat частный kinolarda tushib yurasiz deyishdi. Bizda ham tushing deyishdi. Xo'p dedim. Mana Amir Temur bo'lyapti. Mana haqiqiy Amir Temurni men ko'rdim sizni. Kiring, proba topshiring dedi. Kirdim, topshirdim proba. Qiziqib qolishdi-da, xullas umidvor qilishdi-da. Mana shu o'ynashingiz kerak edi. Endi ulug' zotni avliyo o'tganlar. Temur bobomiz. Juda ham avliyo inson o'tganlar. Oldindan ko'ra bilish qobiliyatlari bo'lgan, Allohga juda ham yaqin inson bo'lganlar u zot. Mana shu bir joyga yurish qilishlaridan oldin 30 pora Qur'onni xatna qilib keyin kirganlar. Allohning o'zi qo'llagan. O'shaning uchun yer yuzining yarmidan ko'pini egallagan zot. Allohning xohishi bilan, albatta Allohning inoyati bilan o'ylandim, to'xta dedim, bu zotni dedim, maqbaralariga borib dedim. 2-3 kun shu yerda Qur'on tilovat qilib dedim, qon chiqazib dedim, u zotni dedim, ruxsatlarini men olishim kerak. Agar ruxsat bersalar o'ynayman bu rolda deb turgan vaqtim ras qarasam Angliya aktyori bir baloyev Amir Temur rolida suratga Amir Temur rolini o'ynashga tasdiqdan o'tildi degandan keyin bunday qaradim, haligini yuzini qarasam, haqiqiy yevropeyskiy tipaj, aziatskiy tipaj yo'q umuman. Bu ham endi bizda qangi emas. Kichkina bir. Siz mos ko'rmadingiz aniqrog'i. Ko'rinishidan. Ko'zini ko'rdim, yuz tuzilishini ko'rdim. Amir Temur bobomizga men o'xshashlik tomonini umuman ko'rmadim. Umuman. Jahlim chiqdi, qanaqa qilib bu dedim, g'ayridan qanaqa qilib bu ulug' zot avliyoni siymosini yaratishi mumkin degan savolni o'zimga berdim-da, savolimga javob bera olmadi. Menga qarang dedim. U zot ulug' avliyo o'tgan inson dedim. Allohni dedim, panohida yurgan inson bo'lgan u dedim. Men o'ynashni xohlamayman dedim. O'ynamayman ham endi. Lekin fikringizni aytib qo'ydingiz. Fikrimni aytdim, menga ayon bo'lgan narsani gapirdim. Nima o'zimizda Amir Temurlar ekanmi? Nechta zo'r aktyorlarimiz bor. Zabardast aktyorlarimiz bor. Men keyin Facebookga shunday uni rasmini rasmimni qo'ydim-da, men shu dedim, aktyor bilandim, aktyorlik mahorat tomonlamagan dedim. Otda yugurish dedim, tryuklar qilish dedim. Qilichvozlik ikkitadan qilishda urush bo'yicha ham dedim, musobaqa qilaman dedim, lekin mana shunga men dedim 100% yutaman shu odamni dedim. Shu darajada ishonch bilan-da. Tor doira, bu tor doira. Ustoz, bugungi suhbatimiz juda ham chiroyli, maroqli hamda zavqli o'tdi. Samimiy insonlarda shunaqa bo'ladi. Fayzli insonlarda suhbatlashsangiz vaqtni ahamiyati qolmay qoladi-da bizga. Shuning uchun bugungi tashrifga boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Biz buni bir ko'zimiz oldiga ancha nima deydi, ijodiy jarayonlarni keltirdingiz-da ko'zimiz oldiga tasvirlab. Kerak bo'lsa. Mahoratingizga qoyil qoldik. Sizga o'xshagan aktyorlar, buyuk aktyorlar ko'paysin deymiz. Ijodiy muvaffaqiyatlar tilaymiz. Endi muxlislarimiz bilan, o'zingiz muxlislaringiz bilan qolaversinmi? Vodiy ahli bilan bir chiroyli holatda xayrlashib olsak, yana undan keyin dasturimizga yakun yasaymiz. Albatta. Hurmatli azizlarim, hammalarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammangiz xonadoningizda yaxshiliklar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Biz borib san'atkorlar xizmatda bo'laylik. Zamonimiz tinch bo'lsin. Bu go'zallikka hech qachon ko'z tegmasin. Allohning o'zi saqlasin. Lekin bitta narsani aytib qo'yay. Tor bilan doira ko'rsatuvini ko'ringlar albatta. Sal qoldi, qo'rqib ketdim. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Albatta azizlar, mana bizning bugun maxsus mehmonimiz Mansur aka, sizga rahmat tashrif uchun, vaqtingizni ayamaganingiz uchun va
bizning ko'rsatuvimizga qilgan oxirgi e'tiboringiz uchun alohida Rahmat, sog' bo'linglar. rahmat. Azizlar, tor doira Xudo xohlasa navbatdagi mehmonini kim ekanligini albatta Ruxsor FM radiosini eshitish, kuzatish davomida bilib olasizlar. Salomat bo'ling. Bugungi efirimizga esa albatta men maza qildim o'zim. Siz ham Hammamiz maza qildik. Ustoz, rahmat. Aziz radio tinglovchilar hamda tele tomoshabinlar, barchangizga ham bugungi vaqtingizni endi chiroyli suhbatga baxsh etgani uchun minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan ham mana shu tarzda o'tkaziladigan loyihalarimiz juda ham ko'p. Shunaqa ustozlarni taklif etamiz. Albatta hammasi aynan mana shu yurtdoshlarimiz uchun, ularni kayfiyatlari uchun bo'lib o'tadi. Shuning uchun bizdan ayroq tushmaysiz degan umiddamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Bekzod G'ofurov, Shohrux Mirzoxanov hamda ustozimiz Mirzo Mansur Mirzo desa ham bo'laveradi. Sababi Shohrux Mirzodan keyin aytgani xijolat bo'lib Mirzo Mansur deb olib. Shunaqa gaplar azizlar. Xudo xolasa kelgusi sonlarimizni yana yaxshi kayfiyatda ko'rishamiz azizlar. Rahmat.